Hurmatli tadbirkorlar, Agrobank Urganch upravlyachisi Abdulla Baylibek bo'laman. Uchrashuv bo'yicha yana yig'ildik. Hozir kimda nov masala bo'lsa, birinchidan tursakda shu masalani aytsa, shu bo'yicha masalani yechib ketaversak, nechta qiladi ekan? Kimda nov masala bor? Bizadagi hozir Agrobanklik tadbir o'zimman faqat shu tadbirkorlikni yuritishda nov kamchiliklar, nov qilsak tadbirkorlik yuradi. Yana bu yerda hozir fermerlar yuritibmiz. Kimda nov masala bor ekan? Turing. Assalomu alaykum. Albek Boturovich. Bir yildan o'tdi biz mana shu Xorazm Nurafshon Paxtakor MCG bovartiriman, hisobchisiman. Mana siz boshchiligidagi rahbarlik qilayotgan ish xodimlar bizga g'araz bilan beminnat xizmatlari uchun biz avvalo minnatdorchilik bildiramiz sizga va xodimlaringizga. Yana bizga bir sizni yordamingiz kerak bo'ladi. Hamma yordamingiz. Bizni jamiyatimizda kamida 300 gektarga yaqin paxta ekamiz. Bunda 800 tondan ortiq paxta topshiramiz. Shunga bir paxta terish mashinasi bizga yordam berib, shuni kredit masalasini yechib berishda yordamimiz kerak bo'ladi. 300 gektar 10% dan dastlabki badal bo'yicha lizing shartnomasini aytsangiz, bu bo'yicha chiqarib beradigan kreditimiz bor. Masala yo'q. O'zi o'tgan yil ham ko'p qiynalgansiz, bilaman. Sizga paxta mashin kerak. Boshqa texnikalaringiz bo'yicha ham ishlasak bo'ladi. Bo'ldi, masala yo'q. Bu bo'yicha qishloq xo'jalik o'rinbosarini topshirib beraman-da, bu bo'yicha ish qilaman. Xudo xolasa, bu yil paxta mashinasiz daromadingiz ham o'tgan yilga nisbatan yaxshigina ko'payadi. Sababi o'tgan yilgi qiyinchiliklarimizni men yaxshi bilaman. Bo'ldi, salomat bo'ling. Boshqa masalalar yo'qmi? Yana kimdan olmasan? Turing, bemalol. Kreditlar topshirganimiz uchun ko'proq vaqt o'tib ketdi. Hozir men aytgan. Olimov Xursand. Olimov Xursand, nov kredit adon sizga? Qaramol, qaysi mahalla? Chekkako'l. Qaramol bo'ladigan bo'lsa, endi mahalla loyihasidan, to'g'rimi? Kredit summasini chizing. 33 million 800. 33 million 800, Tak, 33 million 800. Qaramol, Chekkako'ldan. Agar siz hujjat bo'yicha hamma hujjatlarni bergan bo'lsangiz, bugun masalangizni yechib beramiz. Bo'ldi. Masala yordam bersangiz. Bugundan qilamiz, xudo xohlasa. Shu narsa bo'ladi. Faqat endi bor emas bu. Bu bo'yicha parandachilik ham qilish mumkin. O'zini yo'nalishi bo'yicha. Bo'ldi, masala yo'q, chiqarib beramiz. Yana kimdan masala bor? Ya, 311 narsa bilan biz aylaniblar ekanmizdan. 100 million so'm. 312-sonli qaror. Kimda ham? Saidjalol Shahnoza Ro'zulboyeva. Saidjalol Shahnoza siz bog'li bo'ladimi? Siz bog'li, xotiningizmi? 312-sonli qaror bo'yicha. Bo'ladi, bu yerda yana bo'lim boshqa kim bor mashalik? Xudo xolasa hujjatlaringizni olib, masalangizni yechib beramiz. Shahnoza. Bu nov maqsaddadir. Kredit maqsadi 312 bo'yicha. Morojdan. Bu uchun do'koningiz hamma narsangiz bormi o'zingizni? Uyni ayardani dikkanatib ko'pmiz. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Bu narsa 312 ga to'g'ri keladi kreditlar. Bo'ladi, masala yo'q. Keyin kimda yana nov masala bor? Yerdagilarda masala bormi? Menda parandachilikdan. Aha. Kızımız şöyle geldiğimiz bağış bu öyle cemşit parandalardan azı başka balam. Hozir mahallada har bir xodimni biriktirib qo'ydik. Prezidentimiz qarori bilan har bir mahalla agenti, mahalla bankiri tashkil etildi. Hozir o'sha mahalla bankiri, mahalla agentimiz bu. Ajoyib. Menda parandachilik, parandadan yani ne yapıyor? Burada bu brama qilib. Ya, qat'iy mana. Ama şu an biz az önce koyunan köpeklerimiz şu doğup başladı. Yine kadar şu bakarda, yine şu köpekleş masadında mağamın köy gektarlı yermez yaşıyor. Şunu azgına bir Mekke ekip olmaka, şu koylar azgına yemek olmaka yer acaba taşıdılarca var mı? Az işitlettir. Hozir buni uam doğru mesele. Hozir qo'yingiz uchun ham, tovuq uchun ham, mol uchun ham yer bo'lsa, yaxshi sotib olaman. Bu bo'yicha endi bu yerdagi mahalla bankiri, mahalla agentiman aytaman. Bu yerdagi vakolat yer berish, auksionga chiqarish narsa mahallada hokim yordamchisi bor. Shu bilan birga ishlanadi-da.
Ben özüm ham nazorat alıp bunu göremiz. Auksyona çıkan yerler bo'ladigan bo'lsa taklifi beriladi. Siz shu yerda o'zingizdan ma'qul yer bo'ladigan bo'lsa auksyona girib bemalol sotib olib bilasizda. Qandaydir bir shu yer narsa hammasi reklama. Mayli adı familiyangizni aytib berasiz. Gulbahorang. Yer masalasi. Yarak kengaytirish uchun yana yuridik shaxs olib turib 312-sonli qaror bo'yicha siz 100 million ham kredit olib bilasiz 7 yil. 21% dan beriladi. Yakka tadbirkor yuridik shaxs asosida agar yer berilib yana kengaytiraman desang shu ishdan ham pul bilasiz. Yana kimdan masala bor? Esa bu yerdagilarda boshqalarda masala bo'lmaydigan bo'lsa, menda bir e'lon bor. Ipoteka kredit bo'yicha ko'p odam misol ko'p xo'jalikda ishlaydigan odam talab etiladi shu holatda. Ipoteka kredit bo'yicha ishlaydigan odamga 17,5% dan 20 yil kredit beriladi. Men misol Urganchda Xorazm massiv qurilib turibdi misol. Aeroport yonida ko'rgan bo'lsangizlar. Bizda hozir ishlamaydigan odam ham kredit beriladigan bo'ldi. Misal o'zi dokumentalni ishlamas, lekin shofyor bo'lishi mumkin, Rossiyada yurgan bo'lishi mumkin. Pul topib yuribdi, xullas ishlaydigan odamdan ko'proq pul topib yurgan bo'lishi mumkin. Lekin unda dokumentalni bizada neden o'tgan emasda, налогdan, soliqdan o'tgan emasda. Shu ishlamaydigan odamlar ham 17,5% dan ipoteka kredit beriladigan bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlaringiz bo'ladimi, ko'chakdagilar bo'ladimi, taklifini aytsangizlar 30% boshlang'ich badal первоначальный взнос 30% to'lanadi, 17,5% dan 20 yil. Eğer 50% to'layman desa 17% dan beriladi 20 yil. Bu uchun endi ishdan hujjat talab etilmaydi bizda. Bu narsani qarindoshlarimizga nelar aytishingiz mumkin bemalol. Taklif 20 yil beriladi. Ja ipoteka kreditida hozir shu odam ko'p muammo bo'ldi. İşleydiğin adam gelirdi, işleydiğin adamla alıp boğa, işlemeydiğin adamlardan mesele girdi. İşlemeydiğin adama bize ipoteka kredit bir adam oldu. Şu narsani bemalol reklama qilib, taklif etishlaringiz mumkin. Mallik aytaylik, nima masala? Shu ipoteka kreditingiz bo'yicha so'rayapman. Onun uchun bize joyda dokumentlarni ikki boshlangan Kadastr kerak-da. Avval sababi shu birlamchi lekin. birlamchi-da. birlamchi bo'ladi. Birlamchi bozorda shu kadastri tayyor bo'lgan hujjatni ekkalasiz, shu kadastr asosida shartnomangiz bo'ladi, shunga asosan pul chiqadi, shu joy garovda turadi. Sizga 20 yil. Shu joyda o'zi garovda turadi. Avval endi men nima uchun bu narsani e'lon qilib turibman? Hozir kimdir kirada yashaydi-da. Kiraya misol 2 xonali, 3 xonali kirada yashasam 3 million, 4 million so'm arenda pul to'laydi. Kirada haqqida. Lekin u ishlamaydigan odam, lekin shu aytganimdek, lekin ishsiz bo'lsam shuna kredit berib bilamiz. Bura kiraya beradigan pulni kreditga to'lasa joyli bo'ladi-da. Boshlanish puli 30% da. Bu yerdagi shartnoma summadan kelib chiqadi. Misol 300 million so'm shartnoma bo'ladigan bo'lsa, 30% 90 million so'm bo'ladi. 90 million so'm to'lanadi, 210 million so'm kredit 20 yil beriladi. Shular bilan Yaşadıklar buldudan bize ne yaptı? Ne kızımdan birer ben mahalle fazla bir kocalık var, bir kadın 3 balasını ev vergen, işlik praps kesen. Final tuttu. Siz hakkında eğer şunu tedbirkarlarımız çıkıp tuttular. Mesela elinden törevini kılsak yani kampını 20 yıllar aşının ailenen net bilesin. Lakin umma prapiskeden yok. Ben de şu özümü prapiskeye girecek edim o kızım. Şunu işin bir yaxşına bozardı. Prapiskede yok deyen narsalar mesela prapiske buluş gerek yok mu? Prapiskesiz nerede uçakta? Lekin sen hemen neler kılınıp tuttu. Nerede yaşadı o zaman? Yengebat mahallesinde. Yengebat mahallesinde kaçsına da bir uyda yaşamak. Var. Şunu prapiskeye girdin mi aslında? Şu dokumentleri de çoğalaşık prapiskeye giriştirim ben de. Da endisine düştürüp de. Eğer ben mesela üzümü şahsi öyüme girişsem 3 balası ben yer öyde yurtta da onu kız geçer. Şunu eğer şuna yardım ettim hemen deseniz ben girizemem de eldeki törelerini tedbirkarlarınıza aytamız. Oldu mesele. Ayağına bir deseniz ben bulama. Allah mesele. bulama şu merseni yaşadım. Oldu mesele. Ayağını boyunca telefonu veren şu boyunca tölek git var. Hazır kireye misal verdi bitti haracet yok mu? Hazır 3 balasında 2 milyon ayına. 2 kan alacak yaladı. Şu tarafı da yine yaxşı. Oladı değil mi yaxşı? Oladı yaxşı. Rahmet. Kimde yine o mesele olacak? Banka. Esas salamat olursa, mellik mesele olmasa, sağlıkta görüşürüz. Haşerin kalmasını yazıp olmasa,